Hammaga salom. Bugungi mehnat ertangi g'alabaning poydevori. Birovning eridan boshqa nimangiz bor? Oila qurganimizga 5 yil bo'lgach, farzandsizlik tufayli turmushim buzildi. Shifokorlar ikkalangiz ham soppa-sog'siz, balki boshqa turmush qursangiz farzandli bo'lib ketishlaring mumkin deyishdi. Shu gapdan keyin erim ajrashishga darrov rozi bo'lib qoldi. Avvaliga oilam buzilganidan qattiq kuyundim, lekin ishga chiqqanimdan keyin dardim biroz ardi. Katta bir kompaniyaning reklama bo'limida kichkina lavozimni egallagan bo'lsam-da, ishim o'zimga yoqar edi. Har xil odamlar bilan uchrashaman. Reklama berish uchun turli tashkilotlarga boraman. Uchrashuvlar, seminarlarda qatnashish jonu dilim. Ish qilib uyda o'tirmasam bo'lgani. Sekin asta-did bilan kiyinish, turli odamlar bilan muomala qilish, tadbirlarda o'zini tutishni o'rgandim. Shunday tadbirlarning birida Alo aka bilan tanishib qoldim. 45 yoshlardagi kelishgan, gap so'zlari mulohazali. Bu odamning o'z biznesi bo'lib, badavlat uddaburonligi shundoqqina bilinib turardi. Mahsulotimizni reklama qilish uchun o'zimni o'qqa-cho'qqa urib yurganimni zimdan kuzatib turgan ekan. Juda chaqqon jonkuyar xodim ekansiz. Qani edi meni ishchilarim ham shunday bo'lishsa, dedi muloyim jilmayib. Sho'xligim tutib men ham hozir javoblik qildim. Qani endi mening rahbarim ham sizdek o'ylasa, kulib yubordi. Shu tarzda ortiqcha takallufsiz tanishib oldik. Ish bahona 1-2 telefonda gaplashganimizdan so'ng meni tushlikka taklif qildi. Shu yoshgacha hech bir ayolni ko'rganimda yuragim jiz etmagan edi. Siz boshqalarga o'xshamaysiz dedi. Boshim ochiqligi sababmi yoki o'zimga ham erkinlik yoqqani uchunmi u bilan uchrashib yurishga rozi bo'ldim. U shahar markazidan bitta uyni ijaraga oldi. Onamga kelinoyim bilan kelisha olmayotganini bahona qilib o'sha uyga ko'chib o'tdim. U har zamonda kelib turar, ishlarimga qarshilik qilmas, qimmatbaho sovg'alar berardi. Shu tarzda 2 yilcha uchrashib yurdik. Bunda yashash o'zimga yoqsa-da, lekin vaqt o'tgan sayin bola yetaklagan ayollarni ko'rsam yuragim simillaydigan bo'ldi. Bir kuni bu niyatimga unga aytdim. Quvonchim ichimga sig'madi, lekin uning birinchi xotinidan farzandlari borligini bilardim. Negadir ular bilan yaqindan tanishkim keldi. Doim Alo akaning xotini erining boshqa ayol bilan yurishini sezmaganiga hayron bo'lardim. Juda e'tiborsiz, befarq ayol bo'lsa kerak deb o'ylardim. Ba'zida esa Alo akaning sir bermaydigan ustasi farangligidan g'ururlanib ham qo'yardim. Bolalarni juda ko'rgim kelganidan unga bildirmasdan 1-2 marta mahallasiga bordim. Lekin bolalarni sira uchrata olmadim. Bir kuni ishxonamga meni bir ayol so'rab keldi. Reklamachilardan birortasi bo'lsa kerak deb iliq kutib oldim. Keyin esa ikkalamiz ofisimiz yonidagi kafega kirdik. Yuragim shuv etdi. Chunki Alo akaning xotinini ko'rimsiz, dissizgina uy bekasi deb tasavvur qilardim. Rangim oqarib ketganini sezgan ayol qo'rqmang deb tinchlantirdi. Alo akaning xotini juda gul ekan. 2 yildan buyon uchrashib yursak ham sezmadi deb javob o'ylagandirsiz. Bu ayol xayolimdan o'tganlarni o'qiyaptimi deb seskanib ketdim. Tilim tanglayimga yopishib qolgandek, gapira olmasdim. Ayolning bu gapidan keyin titrab ketdim. Hech o'ylab ko'rmadingizmi, balki siz bilan uchrashguncha boshqa ayollar bilan ham yurgandir. Shafqatsizlarcha davom etdi ayol. Negadir jazmanlarning barchasi erkaklar faqat xotinni aldaydi, jazmaniga esa nuqul rost gapiradi deb o'ylashadi. Bilib qo'ying, u bizdan oilasi, bolalardan hech qachon yuz o'girmaydi. Agar bizdan voz kechishni istaganda 2 yil oldin sizni uchratgan paytda ajrashib ketardi. Oilasi bilan ajrashish niyati yo'qligini tushungandirsiz. Gap shu yerga kelganiga chiday olmay turib ketmoqchi bo'ldim. To'g'ri, istagimiz bilan hayotning bergani doim ham to'g'ri kelavermaydi. Qolaversa endi bir narsani ochiq aytishingizni istardim. Meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. 3 farzandli ayolsiz. To'satdan eringiz o'ziga jasman o'tirdi. Siz o'sha ayol haqida nima deb o'ylardingiz? Nega o'zingiz tanimagan, sizga umuman yomonlik qilmagan ayolga jabr qilyapsiz? Erkakning shirin gaplariga yo'q deya olmadim. Demoqchimisiz? Yolg'on. Istasangiz qarshilik qilar edingiz. Endi esa uni oilasidan qanday ayirishni o'ylayapsiz? Bu ishlaringiz tashqaridan qaraganda qanday ko'rinishini bilasizmi? Bilganingizda bu ishga qo'l urmagan bo'lardingiz. Bundan buyog'iga qanday qaror qabul qilish o'zingizga havola. Endi siz ham 17 yoshli qiz emassiz. Oila qurib, farzandli bo'ladigan vaqtingiz allaqachon kelgan. Agar shu yolg'on ichida yashashda davom etaman desangiz, ixtiyor o'zingizda. O'z hayotini barbod qilishni istagan odamga men ham nima derdim? Ayol shunday degancha men bilan xayrlashdi. U ketgandan keyin anchagina o'zimni gipnoz ta'sirida turgandek his qildim. Afsuski ayol haq edi. U 10 daqiqada ko'zimni moshdek ochib qo'ydi.
Butun hayotim, xatolarim ko'z o'ngimdan kinotasmadek o'tdi. O'zimdan o'zim nafratlanib ketdim. O'sha kunni qanday ishlaganimni bilmayman. Uyga, to'g'riroq ijara uyimga qaytishim bilan narsalarimni yig'ishtirdim va to'g'ri onamning uyiga qaytdim. U ayol men haqimda hammasini gapirmagan edi. Men nafaqat o'zimni, balki aka-ukalarimning ham hayotini zaharlab yurgandim. Axir odamlar yuzimga aytishmagan bo'lsa-da, men nima ishlar qilib yurganimni sezishmaganiga kim kafolat beradi? Mening kasrimga jigarlarim, onamning boshi egilgan bo'lishi mumkinligini nega ilgariroq o'ylamagan ekanman? Ayol bilan gaplashganimdan so'ng 1-2 kun ilon chaqqandek tipirchilab yurdim. Lekin keyin u oqila bardoshli ayol o'zining oilasini, balki mening ham hayotimni to'g'rilab yo'lga solib berganini tushundim. Nazarimda agar u erimni yo'ldan uryapsan deb janjal qilganda xatoyimni tushunishim dargumon edi.